Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yerga 11 metrdan sal oshiqroq bo'lgan, balandligi 2.65, 11.20 ga 2.65 bo'lgan terasga qo'yib berdik. Xo'p, taylar arka fonzalga to'ydik. Ishimiz ozroq kech tugadi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra. Aynilar bir qavat yo'dvi, taglari arka fon 60 sm zashtniylari bilan to'sib berganmiz. Red Pen Alumin Aldox bir seriyasidan bo'ldi. Red Penni bilasizlar, ko'pchilik. Akfa'ning keyingi firmasi hisoblanadi. Xo'p, ruchka zamon o'xshamoqchilar hamma yo'q Akfa'ning o'zidan, rezinkalari, ichki tashqi hamma yo'q bo'lib. Hop, bu yerdan boshlaydigan bo'lsa 2.70 ga balandligi 2.65, ikkita 5 ko'zli o'rtadan bitta ochilishlari bilan romlari bo'lgan. Bu yer 2.27 ga balandligi 2.65, 2.85 ga balandligi 2.65. Hop, bu tomonda eshigimiz esa 1.70 ga balandligi 3.28 bo'lgan. Xudo xolasa o'rtaga 1.20 li eshik qo'yib berganmiz. Klientimiz o'zini takliflariga ko'ra sel eshik qilgan bo'lardi, lekin shu holat fasonda tanladilar. Tepasidan liniyalarini bitta holatda qilib berganmiz. Bu tomoniga o'tishlari bilan shu holatda, ya'ni taylari ham, tepasi ham bitta liniyada bo'lgan. Xo'p, eshigimiz pastdan tepagacha bo'lgan uzunligi 2 metr, asosiy qanoti 65 sm bo'lgan. Girovkalari, ochilib yopilishlari 153 akfa zamon ruchkalari bilan bo'lgan. Termos ruchkalarda. Xo'p, mana pechatlari yangilangan holatda akfaning o'zidan. Penalarni ham Atido penalarini polностью sepib berdik. Bu yerda zazor qolgandi, bu beton semonni hisobi bilan bu yerga ham reykalarni qatirib, doполнительный shuruplar bilan tepaga, yonga polностью penalari bilan qilib berdik. Bu tomonlarda ham bor, to'liq. Xo'p, bu yerimiz общий summasi chetga olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q bo'lib 15 million 800 ming so'm bo'ldi. Hamma yo'q ichida bo'lgan holat. Ichkaridan ham bir qator ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu yerda kirish eshigimiz tashqariga ochilgan. Sababi bu ichkarida sinamiz bor. Ichkaridagi oyoq kiyimlarga xalaqit qilmagan holatda bo'lishi uchun. Delfin ruchkalari ochilishlari, xudo xolasa ich qatlari tekkan, yengil holatda. Delfin romimiz ochilishlari, petlalari ham Akfa'ning o'zidan bo'lgan, hamma yo'q. Zazorlarimiz где-то 1 sm atrofida shunaqa bo'lgan, atlari даже yopishgan. Hop. Xudo xolasa hamma yo'q, yengil holat. Taylariga ham yog'ochlarni to'ldirib, shu pol bilan teng qilib berdik. Bu yerlarni ochilishlari ham aytib o'tganim, har bittasida bittadan. Xo'p, xudo xolasa shuning bilan ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Kimga shunaqa terasga beramda shironlar zarur bo'lsa, bemalol Telegram, WhatsAppga razmeringlar jo'nataverasizlar, hisoblab aytamiz, ma'qul kelsa, nasib bo'lsa, xudo xolasa xizmatinglardamiz. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, hammaga kattakon rahmat.